Do'stlar, hammaga salom. Bugun soat ertalab 6 da skverda yig'ildik. Zominga qarab yo'l olamiz. Yo'lda shu videoda sizlarga полный full tur ko'rsatmoqchiman. Ko'pchilik so'rashadi постоянно. Nech pul, narxi qanaqa, qayerda to'xtaymiz, nechta ekskursiya. Adashmasam, agarda 8 ta 9 ta lokatsiya kirib chiqamiz. Bu tur qiziq, shu bilan chunki ko'p joylarga aylanib chiqamiz. Xullas, bizda hozir avtobus keladi. Gruppa bilan yig'ildik. Bizda gid, transfer, gostinitsa, hamma narsa shu videoning davomida ko'rasiz. Choy damlab, bemalol tayyorgarlik qilinglar. Mana bu yerda har doim soat 6 da yig'ilamiz. 6:30 da yo'lga qarab tushamiz. Уже odamlar ham yig'ilib qoldi. Yangi знакомство, qiziqarli joylar. Biz mana avtobusimizga keldi. Sizlarga avtobus sharoitini ko'rsatib olamiz biroz. Bemalol ketsanglar bo'ladi. Bizda birinchi ostanovka. Kofega to'xtadik. Borib tushib ko'ramiz nima bor ekan. Bizda yo'da kofe, kroassan. Xullas bizda mana shu taxminali 1 soatlik yo'l. Biza birinchi ostanovkani qildik. Sirdaryoda to'xtadik. Keyingi bekat bizda tandir go'sht degustatsiya, yangicha lokatsiya. Eng qizig'i eskicha usulda qanday tandir go'sht tayyorlaganini ko'rsatib beraman sizlarga. Videoni o'tkazib yubormaylik, ko'rishni davom eting. Xullas, biz keyingi ostanovkaga keldik. Soat 10 bo'ldi. Deta 6:30 da yo'lga chiqamiz. Yo'lda to'xtab, ko'sha, hojatxonalarga. Bizda ikkinchi lokatsiyamiz tandir go'sht tayyorlaydigan joy. Endi sizlarga ko'rsatib o'tay. Bir mana shunaqa yamida uni tayyorlab berishadi. Xullas, bu yerda joylar ko'p ekan. Endigina mana bu issiq hali ham chiqyapti. Olib chiqib berishdi. Olishdi. Mana bunga yopishtirib beraman shu kadrlarni. Qanday buni solishayotganini, aniq tayyorlash jarayonini ko'rib olasizlar. Endi ketdik degustatsiya qilib ko'ramiz. Eng qizig'i bu uyda уже 100 yildan oshiq shu tandir go'shtni tayyorlashadi. Mana stollarni bizga qo'yib berishdi gruppaga. Burada choy ichib, nonni go'sht bilan yeb, qozon patri ham bor ekan. Mana Tohir ota deb nomlangan. Ichkari kirili. Narxli bo'yicha qiziqtirayotgan bo'lsa mana tandir kabob 300 ming, kilosi hasib 300 ming, tovuq tandir 65, qozon patri 50, tandir kabob 320. Bizda gruppaga mana shunaqa go'sht beriladi, yarimi tovuq, yarimi bu gruppaga aka bu. Aha. Bu yo'g'i yana yangisini tayyorlaysiz. Go'shtlar juda shirin. Идемте, дорогие наши гости. У нас идет 3 столика. Первый столик, второй и третий. Как насчет мяса? Первый раз загадывайте желание. И желание обязательно. Да, берите. Теперь эмоции, как на вкус? Зорокам? Вот такие бутерброды у нас. Вот такой бутерброд на завтрак. Juda mazali. Что больше нравится, лепешка или мясо? Два в одном. Теперь на третью локацию. Поехали. Xo'sh, mana avtobusdan tushib keldik. Biz masjidga keldik. Borib ichkarida aylanib, sayr qilib qaytib chiqamiz. Soat bizda 10:30 bo'ldi. Bizga Ko'la ekskursiyani aytib beradi. Nimaligini, qattaligini, cho'ligini tushuntirib beradi. Eng qizig'i bu turda ham rasmga tushish ham kiritilgan. Rasmga ham olib tashlaydi. Tog'da ham chiroyli manzarada olib qo'yadi rasmlarga. Sizlarni сопровождающий ham gid ham yordamchi, yana nomeringizga biror narsa kerak bo'lsa, hamma narsa olib kirib beradi. Ovqat kerakmi, biror narsa kamchilik bo'lsa, shu bolaga aytsanglar, tur davomida hamma problemalarni sizlarga hal qilib beradi. Nima yoqsa, nima yoqmasa
Hozir bizaga endi u shu machet to'g'risida aytib beradi. Района. Сзади нас идет мечеть, Марифатли. Видите, у нас впереди, ну это сзади меня, впереди у нас идет памятник, ну это скульптура «Скорбящая мать». Прям как у нас в Ташкенте. Когда у нас идут именно праздники, так как 9 мая, Конституция, независимость. Минареты, они раньше какую функцию они служили, кто мне скажет? Людей бросали. Хорошая идея. Можно сказать, Людей прям бросали. как в океане, прям как маяк. Горели огни. Когда сюда шел Великий Шелковый путь, у них раньше был старинный бинокль или подобие как телескопа. Endigina ichkariga kirib ko'ramiz. Bismillah. Ketdik. Chiroyli ekan. Qaranglar, atrofgullar. Ajoyib manzara lekin. Bu yerda rasmlarga tushadi. На фоне минарета у нас должен сфоткать. Вот так вот ко мне. Вот. Вот так. Mana bu daraxt 250 yoshli ekan. Tut ekan. Kattaligini ko'rasizlar. Bu yoqqa kelib bitta желание загадать qilsangiz, git etish bo'yicha hammasi o'xshar ekan. Загадывайте желание, и оно у вас сбывается. Bizada bu 3-chi остановкamiz. Bitta tut ko'rdinglar. 250 yoshli, endigina 1200 yildan ortiq bo'lgan, ya'ni bitta daraxti bor ekan bu yerda. O'shani ko'ramiz birgalikda. Mana shu daraxtga 1200 yildan ortiq bo'lgan ekan. Hozir bir narsa qiziq ko'rib qoldim. Ichkarida bo'sh joyi bor ekan. Qarang. Mana ko'rasizlar. Chiroyli. Ichkarida bo'sh joy bor ekan. Hozir sizlarga tashqaridan ko'rsatib beraman. Qaranglar. Kattaligi. Gap yo'q lekin. Juda ham katta ekan. Buni mana shunaqa mramorli joy qilib qo'yishgan bunga. Shuni saqlab qo'yishdi. Zominda o'zi daraxtlar ko'p o'sar ekan. Hech qachon miyamga kirmasdi. Nima sababdan bu? 1000 yildan ortiq. O'zi bog'i ichida ham tepaga chiqqanimizdan keyin o'sha yerda ham 1000 yillik archalar ko'p ekan. Bu yoqda esa bu masjidimizda tut. Zominning ichida archalar. Faraz qilinglar, 1000 yildan ortiq o'ssa. Nechta odam ko'rgan bu daraxt? Nechta odam oldida o'tgan? Nimalar bo'lgan 1000 yil oldin? Hayronman. Lekin buni istoriyasi juda ham qiziq bo'lsa kerak. Xo'sh, masjiddan chiqdik, ekskursiyamiz bu yerda tugadi. Hozir bizada do'konga to'xtash, mayda-chudalarni olishligi uchun обычно gastitsada hamma narsa kiritilgan. Endi kech payt chips, shokolad, odamlar mayda-chudalarni yegisi keladi. Tepada ham gastitsalarning yonida ham do'konlar bor, faqatgina sal qimmatroq. Zomin shahrining o'zida narsalar Toshkent bilan narxlar bilan baravar. Shunaqa desa ham bo'ladi. Поэтому biz har doim turistlarga tavsiya qilamiz, mana bu shahar ichida to'xtaymiz, o'sha yerda sразу o'zingizlarga mayda-chudalarni olib olinglar. Mayda-chudani olib olganimizdan keyin biz obedga kiramiz. Gastitsada har doim check-in soat 2 da bo'ladi. Ungacha biz hamma yoqdan aylanib chiqamiz. Undan tashqari obedga ham ulgura olmaymiz gastitsada. Поэтому biz yo'lda zo'r choyxonada to'xtab ovqat yey olamiz birinchidan, keyin boramiz Osma ko'prikka, kanatkadan aylanamiz. Undan keyin esa gastitsaga уже joylashamiz. O'n keldik, bu yerda представление ham bor ekan. Ночью я родился под забором, Журки окрестили меня вора. Мать родная назвала Романом, Ах, мамадан, а теперь шныряю по карманам. Доля, доля, все братом золотая воля. Доля джан, вот какая доля баранская.
qiziq ekan. Mana do'kon. Mayda chuda. Halobatlar. Kek, sareshki. Xullas bu yerda xohlagan narsalarni olsanglar bo'ladi. Bemalol. Kofemi, ertalabki shokoladmi, boshqa narsalarmi. Xuddi Toshkentdagidek mini korzinka desa bo'ladi. Endi biza obedga ketamiz ekan, qornim ochdi. Takas obed yeydigan payt ham keldi. Bizada obed payti keldi. Obedimiz mana shunaqa joyda ekan. Hozir kirib ko'rsataman sizlarga. Xo'sh, mana Osio milliy restoran. Mana. О, прикольно. Прохладно, кондер bor ekan. Xo'sh, mana shunaqa atmosfera bizda. Obedga odamlar joylashyapti. Biz ham har xil joylarda joylashamiz. Xo'sh, birinchisiga bizda mana shunaqa juda mazali, yog'li sho'rva, salat, non, kola va suvdan berishadi. Endi ta'mini ko'ramiz. Ta'mi yaxshi ekan. Noxat sho'rvami bu? Noxat bor ekan. Короче, bizda keyingi bekat Zominni suv omborida to'xtadik. Bu yerda mana shunaqa bozorcha. Hamma mayda chuda narsalar bor. Narxlarni aytib o'rarsiz, qurtlar necha puldan? 100 gramm 9 mingdan. Bunisi 9 mingdan. Aha. Kilosi 90 ming 100 mingdan. Kilosi, donasi-chi? Keling zarara beraman 5 mingdan. Aha. Asal? 50 ming 100 ming. Kichkinasi 50 mingdan, kattasi 100 ming. Mana 40 ming 80 mingdan. Aha. Yana nimalar bor? Yog'lar bor, kigotlarimiz bor. Mana choylarimiz bor, ziralarimiz bor. Shunaqa. Xullas, narxlar bilan tanishtirib o'tdim. Balo battar narsalar bor ekan bu yerda. Ko'rsanglar har xil narsalar. Ko'pchilik shu narsalarni tushunmayman, bir xil narsalarni bilaman. Chibrez. Shu chota. Shu pomnit. Mumiyo bor ekan, juda tabiiy narsa ekan. Shu bo'yicha. Nav yog'iga bu yoqqa o'tsak, bu yoqda suv ham bor. Oldin o'zi kichkinagina bozorchi bo'lardi. Hozir sekin-sekin qottarib ketdi. Kim kelgan bo'lsa, bir yil, 2 yil oldin sizlar aniq bilasizlar. Kichkina bozorchi bo'lganligini. Endigina katta bozor qilib tashlashdi. Ya'ni qo'shimchasiga qaranglar. Parij bu yoqdan yurib borsanglar, u yoqda смотровой и rasmlarga odamlar tushadi постоянно. Manzaralari chiroyli. Bizda fotosessiya. Зашло. Раз, два, три. Отлично. Otlarda uchsa ham bo'lar ekan. Otlar necha puldan? Qancha yuradi? Ha, chiqib rasmga tushish 20 ming. Aylanib kelish qatdan bo'ladi? Naryoqdan aylanib, oxirigacha ham keyin qaytib keladi o'sha yerga. Mana xullas biz suv ombordan chiqib, taxminan 20 minut yurdik, 25 minut Zomin milliy tabiat bog'iga yetib keldik. Hozir kiramiz. Bu yerda kirish chiptalari bor. 20.600 so'mdan kishi boshiga to'lab kirilar ekan. Undan u yoqqa o'sha keyingi bekat bizada kanat yo'li bo'ladi. Короче, biz postdan o'tib oldik. Bu yoqda o'sha yo'lda ketyapmiz. Dam olish joylarini taraflarga. Xullas, havo o'sha bu yoqda ancha salqinlashdi, ko'rsanglar. Undan u yoqqa teparoq chiqsak, o'zi bu yoqda Zominda 27 gradusdan baland havo ko'tarilmaydi. Yozda ham kelsanglar, chilla paytda ham kelsanglar shu o'sha bo'lib turadi. Ya'ni tepada вроде бы yomg'ir bo'lishiga bulutlar o'xshayapti. Xullas, shunaqa gaplar. Любой paytda issiqdan charchagan bo'lsanglar, kelib, mazza qilib, salqin havoda dam olsanglar bo'lar ekan bu yerda. Mana manzaralarni ko'rsanglar, ikkita tog' orasida biz to'riga qarab ketyapmiz. Yo'llar va shuni dahshat.
kelish o'zi bir ajoyib atmosfera. Endi bu manzarani ko'rmasanglar bo'lmaydi. Hamma atroflar tog'. Havo salqin. Tam уже Zominni shaharda turganida qaynab ketdim. Hozir bu yoqqa kelsam sovib ketaman. Bu yerda kanat yo'li. Bu esa mehmonxona Zomindor. Bu yoqqa ham odamlarni olib kelishadi gruppani. Yozdirilayotgan yilida xullas 3 ta gostinitsa tanlovga bo'ladi. Bittasi Zomindor, bittasi Everest. Eng uchinchisi esa Windham mehmonxona. Biz hozir Windhamga ketamiz. Ertaga sizlarga shu rum turni Everest bilan Zomindorni qilib beraman. Xo'sh, biz kanatga keldik. Avto turar goh 1 soatgacha 10 ming, 15, 20, o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Undan u yoqqa dal shanaqasiga kanatkasiga ketaveramiz. Kirish yo'li naryoqda ekan. Eng qizig'i bu narsani qanday qilib qo'ydik? Avtobus tepaga qarab ketadi, odamlar pastdan qarab chiqib boradi. U degani biz kanatkani kiritmadik. Xohlaganlar avtobusda ketaversa bo'ladi, xohlaganlar kanatkadan tepaga qarab chiqib ketaversa bo'ladi. Bu narsa ekonom uchun qilingan. 2 marta tushib chiqmaysizlar, chunki bir tomonlama adashmasam 60 ming so'm kanatka edi o'tgan yili. Bu yilda hozir endi ko'ramiz nechta bo'libdi. Odamlar kanatkada uchgisi keladi. Tepadan qarab ko'rasizlar, tepaga qarab kanatga ketadi. Tepadan qarab pastga tushadi, 60 ming so'm. Yana bitta rasxod, yana pastdan qarab tepaga qaytadi. 120 ming so'm. Atak bir tomonlama uchishadi, ham ekonom bo'ladi, ham tepada avtobuslarni kutib oladi. Mana qaranglar qatgacha ketishni. Mana bu cho'qqigacha ham borasizlar. Lekin juda ham baland. Hozir uchib ko'ramiz. Burada yana bizda kiraverishlarda shunda детский attraksionlar bor ekan. Mayda-chuda narsalar, batut, xolos barcha sharoit qilingan, yana o'yinchoqlarni, игровой avtomatlar, yana mini bozorcha, mayda-chudalar sotiladi. Kanatkaga ham qulaylik uchun liftda chiqib boriladi. Shunda liftga o'tirasiz, primoy tepaga. Mana desam bo'ladi, topdim, price berishdi. Narxlarni ko'ringlar. Borish qaytish 160 ming, 100 ming, 12 yoshgacha, invalidligi ham 100 ming so'm ekan. Kattaligi 80 ming, bir tomonga borish. Xo'sh, biz bitta bilet oldik, 80 ming so'm, bir tomonga qarab, tepaga qarab chiqib ketamiz. Bizga biletlarni urib berishdi. Tepaga qarab yo'l olamiz. Ana endi biz chiqib oldik. Ketamiz. Mazali. Tepaga qarab chiqib ketaveramiz. Keyin ko'rasizlar. Tepada endi bizlarni avtobus kutib oladi. Undan keyin biz gostinitsaga joylashamiz. Yo'q, gostinitsaga ko'prikdan keyin joylashamiz. Shunaqa. Mana bizda gostinitsa. Ikkinchi gostinitsamiz. Bu esa Zomindor bo'ladi. Hamma narsa bu yerda kiritilgan. Mana tepada ko'rasizlar, bu yerda restoran. Mana shunaqa manzarali, polniy, prozrachniy. Yana 4-etajda bularda anaqasi bor. Spa center. Bu ham narxi ichida. Dalshi kelsak, mana manzarani ko'rsanglar, qarsham qo'yadi. Shundoqmi, tog'dan sharshara oqadi. Ana sharshara. Ha. Buni qayt kelishi tez keladimi deyman. Yo'q, bir xil tushadi. Ha, bu tepalikni ko'ringlar. Arqa tarafingda bor? Orqa tomondan qarasa qo'rqadimi? Qo'rqolmadingmi? Ana Aytgancha mana tepadan bu mashhur sanatoriya. Ko'rasizlar? Odamlar kirib kelibdi. Shu SSR davridan beri shu o'sha sanatoriya turibdi.
kelib odamlar dam olishyapti haligacha o'sha yerda. Har doim bitkom har yili. Mana shu yerlarga o'tirib. Ko'rmagan biz ham har yil kelamiz. Toshlarning orasida qaranglar. Mana shu yerlarga aytuvdim-da, qarang. Chiroyli berib qo'yib olsam. Kimni esida bo'lsa shu kadr oldim men Instagramga. Ancha prosmotrlar yig'ildi. Bo'ldi. Hozir bizda endi archa zo'r. Toshkent tog'larida hamma yoq уже sarg'ayib ketgan. Bu yerda haligacha ham ko'karib turibdi hamma yoq. Astag'firulloh. Ana qo'lga qarab. Xo'sh, mana tepadagi kanatka stansiyasida chiqdik. Tepagacha kanatkada yetib keldik desa bo'ladi. Bu yerda ham bozorcha, mayda chudalar. Bu yerda bekeri restoranlar bor ekan. Yosh bolalarga yana bitta attraksionlar. Norway Park. Veryovichniy городок deyiladi bu narsa. Yosh bolalar borib aylanaveradi страховкада hammasi. Bu yerda qiziqarli narsalar ko'p. Ko'rasizlar. Kafe desanglar, kafe bor. Мороженое desanglar, мороженое bor. Asal, qurt. Xullas hamma narsasi bor. Biz hozir Osma ko'prikka yo'l olamiz. O'sha yerdan aylanamiz endi. Osma ko'prikda sakrashlari bor, zipline bor. Ko'prikning o'zida aylanish ham bor. Ketdik. Ko'ryapsizlarmi? Yosh bola karting aylanib yuribdi. Kimdir tepada aylanib yotibdi. Ana karting. Xullas oilaviy bilan kelsanglarmi, yosh bolalar bilan kelsanglarmi, bir narsa qiziqarli hammaga topiladi. Bu yerda ham yana bir narsa qurilyapti. Lekin oxirgi 5 yil davomida ancha ko'p narsalar o'zgardi. Ko'p narsalar qurildi, ko'p narsalar paydo bo'ldi. Ko'p narsalar qiziqarli ochildi. Ko'p qiziqarli narsalar ochildi deganim. Xo'sh. Bu esa Wyndham mehmonxona. O'tgan yilda kelganimda bu ham shunaqa rangli edi. Ko'rasizlarmi? Mana shunaqa jigari rangli edi bu. Endi hozir oq bo'lib qoldi. U garden korpusi. Yana bitta narsa qizig'i. Tur bilan kelganingizda oldin spa centerga, mana shu Wyndham spa centeriga kim borgan bo'lsa bo'ladi, chunki alohida bunga pul to'lanardi. Chunki u gostinitsadan alohida ishlaydi. Hozir endi ular birlashdi. Gostinitsada qoladigan bo'lsangiz, spa center sizlarga tekin. Borish usuli, yetib borish usulini men lekin vizixodi bilan tavsiya qilaman sizlarga. Hamma narsa ichida. Gostinitsada yashash, ovqat, borib kelish, spa center, balobattar hamma narsani ichiga tiqib qo'yishgan. Xullas bitta tur olasizlar, bosh ortmay bemalol aylanib yurasizlar. Yo qo'shimchasiga yordamchi ham bo'ladi. Hammalarga gid soprovojdash hamma narsani aytib berib, ko'rsatib beradi. Biz esa Osma ko'prikka ketdik. Endi qaranglar, boy aytganimdek, tepada yomg'ir kutilmoqda edi. Tomchilarni ko'ryapsizlarmi? O'sha lobavoga tomchilayapti. Havo taxminan 20 gradus atrofida bizda. Biz hozir Osma ko'prigiga yaqinlashib qoldik. Mana ko'prigimiz. Havo mazza. Qiziqarli joylar ko'p. Toshkentdan shanba kunga bemalol ketsanglar bo'ladi. Xullas, telefon raqamlarini yozdirib qo'yaman. Shu nomerlarga telefon qilib, shu turlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Xo'sh, mana biz Osma ko'prikkacha yetib keldik. Mana qaranglar. Manzarasi ajoyib. Osma ko'prik uzunasiga 305 metr. Bu juda ham qiziqarli joy. Agar adrenalin his qilaman desanglar, ko'ryapsizlarmi, odam osilib turibdi mana. U yoqdan banji qilib sakrasanglar bo'ladi. 600 ming so'm atrofida turdi o'tgan yili. Bu tomonda esa mana bu ishkan ko'rayotgan bo'lsanglar, zipline. Borib kelishi 200 ming, 250 ming atrofida edi. Ko'prikka kirish chiptalar 100 ming. Yo'q, 100 ming saldonman, uzr kechirasiz. 50 ming, 60 ming. Endi har xil paytlar balkim kimdir bir oydan keyin kelib qolar. Bugungi kun o'zi bizda 11-iyul kuni 2026-yili. Shanba kuni biz kelib aylanamiz. O'shancha shu kunlar narxlarini gapiryapman. 50 ming, 60 ming. Shunaqa qilasizlar. O'zi 50 ming deb aytilgan, kimdir arzonroq pensionerlarga ham skidkalar bor. Lekin bitta narsa, yosh bolani
6 yoshgacha ham ko'prikka qo'yishmaydi. Qo'lda olib borsanglar ham yoki qo'lni ushlab borsanglar ham qo'yishmaydi. Bularga bilet olib o'tirmanglar, kassada ham sotib olishadi, keyin ko'prik yonida qaytib chiqarib oladi. Lekin bu yerda aylanish o'zi ham ajoyib manzara. Men endi ko'prikka chiqmadim. 2 marta уже o'sha yerga chiqdim, aylandim. Bu yerda ham o'zi yaxshi ko'ryapti deb o'ylayman men. Kim chiqqan bo'lsa, o'zingizlarning ощущенияларni kommentda yozib qoldiringlar. Aytgancha shuncha video olamiz. Biza podpiska bosib, like bosishni ham unutmanglar, iltimos. Bu narsa bizga juda ham muhim, chunki bizani rivojlantiradi bu internetda. O'zi qancha manda 4-5 mingta prosmotr bo'lgan bilan shunga ham xursandman. Bu kimdirga yaxshilik qilganim uchun tavsiyalar и все тому подобное. Kelganingizdan keyin уже ko'pchilik narsalarni bilasizlar, shu videoni ko'rganingizdan keyin. Shunisi juda qulay. Men o'ylaymanki, o'shanga shu videolarni qo'yaman sizlarga. Qaytib podдержка qilib tursanglar, juda minnatdor bo'lardim sizlarga. Xo'sh, mana. Bu yerda shashlik. Shashliklari yaxshi. Qolgan ovqatlarni uncha qiziqmadim, yemadim. Takoy perekuska zo'r, lekin gap yo'q. Bu yerda mana yana batutlarni qo'yib tashlashgan. Men bu narsani ko'ryapsizmi? Zdaniyani. Bu o'zi Merimiga Zaks desa bo'ladi. U ayollarga nazametku как ideya bo'ladi. Yigitlarni olib kelsanglar, bu yerda sразу Zaksdan o'tkazib borib, fotosessiyani ko'prikning narigi betida qilib yuborasizlar. Shu bilan tamom bolalar, boydoq hayot tugaydi. Bizga o'xshaydi, shu bizda ham o'zi shu format. Xo'sh, gruppa bo'yicha odamlar bu yerda 1 soat beriladi bularga aylanishga. Avtobusda odamlarni tushirishadi, borib odamlar aylanishadi. Endi ko'prikka kimdir boradi, kimdir bormaydi, kimdir balandlikdan qo'rqadi, kimdirda zipline uchaman deydi, kimdir yo'q. Shuning uchun biz bu narsani tur ichiga kiritmadik, чтобы hammaga qulay bo'lsin deb. Поэтому xohlaydiganlar avtobuslar qolib o'tiradi yoki atroflarda aylanadi, rasmlarga tushib, xohlaganlar borib ko'prikda aylanadi. Chunki bu narsa kimdir uchun ekstremal bo'lishi mumkin, kimdir uchun oddiy. Поэтому hammalarga xohishinglarga qarab odam har xil bo'ladi. Поэтому biz majbursiz birovni haqini yeb qo'ymaylik deb o'zingizlar yoqqan narsalarni biletni olib, o'zingizlar yoqqan narsalarga biletni olib, bemalol borib aylanib kelsanglar bo'ladi. Shu bizning vazifamiz. Keyin shu yerda gidlar kutib turish bo'ladi. Mana ko'rasizlar, avtobuslar taxlab tashlashgan. Shopirlar gidlar o'tirishadi. Boylab. Atak manzaraga necha baho berasiz? Havo toza, lekin mazza. Manzara zo'r. Vashsha gap yo'q. Biroz yomg'ir ham tomchilayapti, ko'rasizlar. Shunaqa gap. Menga yoqadi zomin. Hozir men bunda yuribman, biroz sovqatyapman. Ana o'sha sheriklar kiyib olishdi. Albatta, zominga kelganingizdan keyin saboy chilla bo'ladimi, yoz bo'ladimi, Toshkent qaynab yotgan bo'ladimi, 70-80 gradus bo'lgan taqdirda ham saboy ust kiyimlarni olinglar, chunki sovqatib qolish imkoni juda katta. Bu hali bizda hozir soat 2 bo'ldi. Kech payt tasavvur qilsam nima bo'ladi? Kechqurun aylanaman deb chiqsanglar, sovqatib qolasizlar. Kechqurun taxminiy pagoda 14, 15, 16 gradus bo'lib turadi. O'shaning uchun buni zametka qilib o'zingizlarga yozib qo'yinglar. Kelganingizda уже nima-nimalarni olishni bilasizlar. Bir zominni qaysidir chetiga yetib keldik. Zominni qaysidir chetiga yetib keldik deyman. Chetiga ancha bo'laydi. Menga o'zi mana shu chet tuyulyapti. Mana o'sha chiroyli, mana stolba bor-ku. Stolban chekkalar. Bizda xullas mini poxod. Qaysidir zominni butunni aylanganman deb o'yladim, lekin yemadim hech. Kanyon. Bular ham archalar eski ancha, yosh katta bilan. Bunday yo'l ichida. Biroz paxotcha. Gap yo'q, lekin manzaraga bitta baho beraydi. Ko'prikda bo'lgan kanyon
Bundan 2 barobar kichkina ekan. Buni oxiri ham ko'rinmayapti. Ko'rasizlar? Osmonda yurilmas desa bo'ladi. Tepaligini ko'rsanglar, вообще dahshat. Men har doim ko'prik bor joyda havas qildim. Bunaqa darajagacha ham katta kanyon bitlarni ko'rsangiz kartinka. Mana sizlarga yana undan ham dahshat kartinka. Zominga bir marta kelib ketsanglar, hali bir haftada ham buncha narsalarni ko'rishga vaqt ham bo'lmaydi. Ancha narsa bor. Qisqachasiga aytganda, каждый раз, когда приезжаешь, есть посмотреть что-то новое. Антог'ni ham ko'rasizlarmi? Mashim chiroyli. Bulutlarning orasida уже. Yomon balandlik. Odamlar kelib bu yoqqa rasmga tushadi. Piknik qilib. Turistlar davno kirib bo'lgan. Bizga har doim kam avtobus turibdi. Главное, ujinga chiqib ketishmagan bo'lsa bo'ldi. Men butun zominni aylanib, nargi tog'larning pastiga borib keldim. Ko'rasizlarmi? Endigina soat qancha? Hozir soat 5:30 bo'ldi. 6ga yaqinlashyapti. Endi oteliga kelyapman. Почти 12 soat men aylanib yuraman. Yerdan bu yerga gostinitsamiz, mana shu o'yin ham bo'ladi. 3 ta korpusi bor ekan. Boya adashimman. Nargisi yangi Zafaron gostinitsi ekan. Bu yerda Ramada korpus, Trip birga oqi yangisi. Biz esa Tripda qolamiz. O'sha meni sherigim joylashib bo'ldi gostinitsada. Bitta men ekanman deb qolgan. Bitta o'zim qolman. Hammasi joylashib olib, bemalol mazza qilib dam oldim. Bizada aylanish, o'zi aylanish yaxshi ko'raman, yangi joylarga ayniqsa. Bitta joyga 4-5 marta borib turish umuman yoqmaydi. Qani endi bitta gostinitsaga ham yetib olik. Sizlarga xonani obzorini qilib beraman, room tour. Faqat xafa bo'lmaysizlar, sheriga уже bitta kravatni buzib tashladi. Yotib olgan уже. Shunaqa ekan. Buning havo lekin salqin, ancha salqin ekan. Qaranglar, yomg'ir ham yog'ib o'tdi. Men esa sovqatyapman. Narsalarim bagajda. Mana gostinitsaga ham yetib bordim. Hozir короче sizlarga room hamma narsa qilib beramiz. Tabiat qaranglar, mazza ekan bor. Ko'pchilik so'rashyapti endi menda, tanishlar direktga ham yozishuvdi. Zominga elektromobilda kelsa bo'larmikan yo'qmi? Bemalol bularning zaryadkalari bor bu yerda. Ko'p osma ko'prikning yonida ham, bu yerda ham bemalol xohlagan mashinalarda kelsa bo'ladi. Zomin shahrida ham o'zida elektrozaryadkasi bor. Xo'sh, mana gostinitsaning ichi. Sharoitlarni ko'rasizlarmi? Так приятный. Full narsa bor, xohlagan narsalar. Hozir biz keyin joylashib olib ujinga boramiz. Shvedskiy stol. Qani, bizda 131-xona. Ketdik. Asman nomerga keldik. Bizda hammomni boshlaymiz. Mana shunaqa dush, rakovina va hojatxona. Nomerda shunaqa tifal beriladi. 2 tali nomer bu. 2 ta choy qora, 2 ta choy ko'k, kofe, bu nima ekan? Slivki. 2 ta suv, kravat, bu double, bu yerda divan, televizor, tarvoza bor. Yana одноразовый tapchkalar bor edi, bitta pufik. Biz birinchi etajda joylashib oldik. Bizda mana shu yana balkon bor. Balkon o'zi hamma etajlarda bor. Qancha tepara bo'lsa, shuncha vida chiroyli bo'ladi. Lekin menga birinchi etaj yoqqan sababi o'zi stoloviga ham uzoqqa borib o'tirish shart emas, постоянно tushib chiqish. Birinchi etaj o'shanga yoqyapti. Havo lekin mazza, salqingina. Ko'rasizlar?
Vashi mazza. Hozir biz ujinga chiqib ketamiz. Ujinda bizning shvedskiy stol o'shaning ovqatlarini full ko'rsatib o'tamiz sizga. Вот такие у нас шведский стол. Ovqatlarni ko'rsanglar. Один суп, ikkinchi суп. Odamga qo'yib. Ты что набрал себе? Чечевичный суп. Чечевичный суп. О'san. Да. Bu yerda non bizada. Xilma-xil meva. Qovun, shirinlik. Bu yerda второй. Tovuq. Bu yerda esa hamma narsa marinovan такой. Ассорти. Хотите оливки, кукуруза, грибы, потом помидоры, лимоны, огурцы. Bu yoqda bizada hozir ko'rsataman sizlarga salat. Salatlar ham xilma-xil. Оливье, что-то еще. Цезарь, по-моему. Маринованный. И bu уже мясо, овощи и рис. Bu narsalarni olib tashlashmaydi. Tugashi bilan yengillatib berishar ekan, ko'rasizlar. Issiqni hamma narsasi turadi. Shunaqa gaplar. Och qoladigan odam umuman och qolmaydi, xavotir bo'lmaydi. Bu shvedskiy stol bizada tur bo'yicha programmaning ichiga kiritilgan и bunaqa ovqatlar ужин birinchi kunda, завтрак ikkinchi kuni obed bo'ladi. 3 mahal. Общий tur davomida 4 mahal ovqatlanamiz. No, birinchisi yo'lma-yo'l boyagida aytganimdek, to'shda bizada check-in soat 2 da bo'ladi. Gostinitsaga soat 2 dan keyin joylashamiz. O'shanga yo'lda ovqatlanib olamiz. Xo'sh, mana ertangi kun keldi. Bizda zavtrak. Zavtrakka shuna shokoladniy fontan, keyin non, meva, har xil xolislik xlopiyalarni damlasanglar bo'ladi. Qovun, nobatlar, esa banan, kivi, qolgan narsalar bor. Bu yerda zavtrakka мясной ассорти, сыр, bilmadim. Опять маринованный. Там еще, например, тум жареный. Дальше вот все сомсаны. Burada oladушки. Sal kechirib turdim, o'sha odamlar olib tashlashdi, yangilagan kasha, tuxumlar. И yana bitta kasha. Потом bizada напитки. Bu yerda suv, bu yerda яблочный, вишневый сок. Shunaqa завтрак. Xo'sh, bizada hozir obed. Yana bizga mevalarni to'g'rab tashlashdi. Nonlar polniy. 2 kundan beri men shu ovqat odamlar yeb tashlagandan keyin kelyapman. Bu yerda 3 xil pirojniy. Keyin bu yoqda sup. Bu yerda ham sho'rva bo'lsa kerak. Kurinniy bulyon. Hammasi issiq. Keyingisi tovuq. Tipa tabaka походу bu. И uchinchisi osh ko'rasizlar. Hazilay hamma narsalar bor. Bu yerda kefir, bodring, jo'xori hamma narsa hisob tashlashgan. Любой narsalarni olib yesanglar bo'ladi. Salatlar, весенний, achuk, karom. Bu yerda bizada kartoshka. Bu yerda овощной ассорти. Такой на пару диетический. Kim dietada bo'ladigan bo'lsa, kelib xavotir olmasdan bemalol o'zingizga narsani topsangiz bo'ladi. Mana shunaqa bizga zalni tayyorlab berishdi. Ujinga deyman, obedga. Hozir biz obed qilamiz и Toshkentga qarab yo'l olamiz. Yo'lma-yo'l sizlarga yana ikkita gostinitsani tur bilan ko'rsatib o'taman. Yana bitta qiziq tomoni bor. Mana shunaqa
zal ko'rsatdim. Bu yerda ko'chaga ham chiqib stollar bor. Ovqatlansanglar bo'ladi mana shunaqa manzara bilan. Детский площадка ham bor. Kattalar ham, yosh bolalar ham yana bu yerda. Xullas, vasha mazza. Mana har bitta nomerda o'zini balkonni ko'rasizlarmi? Har bitta nomerda o'zini manzarasi bor. Bizda obed tugadi. Endigina biz chiqamiz yo'lga, avtobusga joylashamiz. Avtobuslarimiz turibdi. Bu Windham mehmonxona shunaqa tur, barchasi ichida 1.870.000 so'mga aylanadi. Vizdikhodi kompaniyasida mana shu telefon nomeri yozib qoldiraman. Har shanba va yakshanba kunlari bo'lib o'tadi. Bemalol telefon qilib yozdirib olsanglar bo'ladi. Eng qizig'i mana shu gastinitsa hozir biz avtobusga joylashib yo'lma-yo'lma sizlarga yana ikkita gastinitsani ko'rsatib o'taman. 3 ta gastinitsa bor tanlovga. Avtobusga joylash bo'lganimizdan keyin biz master-klassga kiramiz. Qozon patr bilan sariyog'ini tatib ko'ramiz. Qanday eskidan beri qozon patrni tayyorlashadi. Zomindagi shu mashhur bo'lgan patr. Shuni ko'rsatamiz. Keyin Toshkentga qarab yo'l olamiz. Kecha biz tandir go'sht degustatsiyasiga kirib chiqdik. Xohlaganlar bo'lsa, o'zingizlar bilan olib yurmasligingiz uchun avtobus ya'ni kirib chiqadi sotib olishingizga. Tandir go'shti, tandir tovuq yoki barcha boshqa narsalar. Endi biz Zomindor gastinitsagacha yetib keldik. Ketdik, endi xonalarni ko'rib chiqamiz. Bu gastinitsaga keldik. Ular g'irt toshbaqalarga o'xshab ishlashyapti. Vaqtim kam. Mana o'shaning uchun sizlarga mana bitta xonalarni, spa sentrlarni, nomerlarni eski kadrlarimni ular shu turibdi. Shu narsalarni qo'yib chiqaman. Поэтому gruppa siz kelsanglar bu yerda obsluga javob tazminsiz kerak. Yarim soat resepsiyonda kutdim bitta xonani ko'rish uchun. Tak biz gruppalar bilan keldik, birorta nomer ochib beringlar desak, qulab yotishib qoldim. Yana bitta mashhurlarga yoqimli hotel Everest. O'zing qaysi birini tavsiya qilasan deb so'rasanglar, mana shu yoki Windham, ularda 3 mahal pitaniya yoki Everest, sal pastroqda, pastki kanatkan yonida, primoy ko'rsanglar. Biroz nariga yursanglar, gastinitsadan kirish bu yoqda. Taxminan 200 metr yuraman desanglar, pastki kanatgacha ham yetib borasizlar. Zomindorga borginglar kelsa, tayyorlaninglar. Personal juda lanch ekan ishlash. Menga yoqmadi. Mehmon kelganda biroz bir narsani aniq, sal shustroq ishlash kerak deb o'ylayman. Bizani shunaqa kutib olayotgan bo'lsang, mehmonlar borsa, ularga вообще mana bir narsani tirab qo'yish kerak, qo'yib qo'yib. Всё. Поэтому boraman desanglar Zominga, baribir sizlarga shu gastinitsani ko'rsatib o'tdim, sharoitlarni. Buni narxi 1.910.000 so'm. Hozir endi Everestga aylanib kiraylik. Mana qo'sh ichkarida bizda odamlar o'zi kiyimlarni taxlab qo'yishgan. Ichkaridagi sharoit bu yerda stolova. Ovqatlanishyapti endi. Odamlarni olib o'tirmay ovqatlanayotgan paytda g'alati bo'lib tuyuladi. Xo'sh, 307 nomer bizga berishdi. Mana kirib ko'raylik. Oba. Svet kartani tiqib svetni yoqamiz. Mana shunaqa bizda nomer. Bu yerda ham suv, choyni, televizor, choyni stol, kravat, sanuzel ko'rsatamiz. Opa. Mana Everest sochuvlar bor. Короче, yuvinishligi hamma narsa bor. Zubnoy щетка, shampun, sovun, gel для душа, gel для волос, еще что-то там, кондиционер. Mana bunaqa narsalarni tushunmayman. Dush ham hamma yo'q, top-toza. Sanuzel. Nomerda bunaqa balkonchalar ham bor. Balkoni ham ajoyib. Shundoq chiqsanglar, mazza qilib dam olsanglar bo'ladi. Keldik, bu yoqqa so'radik. O'zi pastdan turistlarni olib kelamiz, hammasi shundoq ham taniydi. Mana 1 minut ham o'tmadi, sразу kirishdi. Nargi Zomindorda biz yarim soat turdik, nomer kutib, nomer bor dedi. Keyin deydi anaqa. Hozir to'xtab turinglar, bizga firmalardan подтверждение kelsin. O'shandan ham подтверждение qildirdik. Yana 15 minut kutdik. Onasidan ham bu 5 yulduzli gastinitsa, eng qimmat gastinitsa o'zi Zominda. En
Shu xuniyroq servis bir qanaqadir. Bilmayman unaqa narsalarni, tushunmayman men to'g'risini aytsam. Har doim odam bo'lib qolish kerak. Nima bo'lgan taqdirda ham bir 100 yulduzli gостиницада ishlagan odam bo'lsa ham, gostivoy domda ham palatka arendaga beradigan odam bo'lsa ham yaxshi chiroyli qilib muomala qilib gaplashishni bilish kerak deb o'ylayman men. O'shanga olmay qo'yverdim. Buni bari sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana. Bu gостиницаning narxi biz yangilatyapmiz. O'shanga mana shu yerga yozib chiqarib yuboraman. Hozir shu narxni bilmayman, lekin Toshkentga olib hisoblab sizga shu narxni chiqarib yuboramiz. Barchasi ichida. Ovqat 3 mahal. Boyaga aytganimdek, borib kelish Toshkentdan avtobus olib keladi. Toshkentga qarab olib borib qo'yadi. Hozir biz endi keyingi lokatsiyamizga ketdik. Yana bitta narsani hozir kelib aytishdi, esimda chiqib ketdi. Yana bitta yo'nalish bor ekan. Mana shunaqa kottejlarda mazza qilib dam olsanglar bo'ladi. Bo'tga ham turli bor ekan. Bu ham zominda. Tepada детский площадка bor, xohlasanglar kottejda qolsanglar bo'ladi. 2, 3, 4, 5, 6 kishilik ham bor. Xohlasanglar nomerlarda qolsanglar bo'ladi. Pastda korpus, nomerlarning korpusi bor. Endi bu yoqqa kirmayman. Kottejlarning ichini olib beray sizlarga, ko'rasizlar. Atroflari juda go'zal. Manzarasi ham shunday tog'larning orasida takoy qilingan odamlar dam olishyapti. Bizga hozir bitta kottej berishdi. Ko'rsatib o'tishga sizlarga. Hozir kiraylik. Hech kim yo'q? Mana sharoitlar shunday. Terrasasi ham bor. Kelib mazza qilib dam olsanglar bo'ladi. Svet yoqaylik. Sanuzel. Rakana hamon. Bu yerda xona. Oila bilan keladigan bo'lsanglar bitta ikkita alohida kravat. Bu yerda ikkita alohida kravat. Shkaf. Oyna. Kech payt ochib noqni tog'liga pashtalardan setka qilib qo'yishgan. Mazza qilib dam olasizlar. Shu kottejlarda dam olish ekskursiya bilan u ham to'rma xil ovqat, programma hammasi bir xil yo'nalishi bo'yicha, faqatgina qolish gостиницаlar sizlar o'zingizlar tanlaysizlar borganingizda, menejerga telefon qilganingizdan keyin bron qilayotgan paytingizda shu hamma narsani aytib berasizlar. Bu Zomin Forest bizada bo'lgan. Keyin bizada yana bu yerda o'zingizlar bilan mayda chuda olib kelsanglar, xolodilnigi bor. O'zi mini xolodilnik har bitta nomerda bor. Bu yerda qo'shimchasiga takoy mini kuxnya. Ko'rasizlar, shkaf. Ariston turgan ekan. Mikrovolnovka. Barcha hamma narsa bor ekan. O'zingizlarga qulayligini tanlab olaverasizlar. Kech payt mana bunda chiqsangiz, oilaviy kelib, ko'yingizdagilarni jo'natib yuborsangiz, mana kelib toza havoda mazza qilib dam olishadi. Atmosferani ko'ryapsizlarmi? Mana shu ajoyib. Shoboda bo'yapti. Voh. Kelardim, lekin o'zim ham biroz ishim kamaysa, bir 2 haftalik qolardim bu yerda. Один здесь, в наших краях македонский, он уронил орех. И как бы, ну это легенда, все это как бы, никто это не Juda qiziqarli подтверждает, но joylarga keldim, bobo yong'oq. да, грецкий орех уронил. И на этом как бы месте вот выросло вот такое прекрасное дерево. Это дерево умирало и выживало. Оно разделено на 2 части, между ним вода. И у меня некоторые туристы говорили, это бабушка и дедушка. И это их жизнь. Вы видите, по вот этому соку, вот посмотрите, это молния ударила, и, да, и эту ветку была обрубленная. Но ее специально не снимают, чтобы, ну, как бы колорит все равно какой-то есть. Так что, кто хочет, может даже желание. Здесь загадать, у нас и такое бывает, что ваши туристы загадывают желание дотронуться. И вот здесь мы с вами сфотографируемся.
И есть небольшой Ko'ryapsizlarmi? компания, но здесь нельзя шампанское. Shunaqa katta mo'jiza. Давайте мне встали, я Qaranglar, напомню, вам kattaligini. потом как индивидуально захотите, могу помочь. Odam qaranglar daraxt yonida juda ham kichkina bo'lar ekan. Yaxshimi, siz bizga ham tushuntirib berarsiz bir? Это наши, да? Как я понял? Ага. Это вы купили? Это Да? наша группа. А, группа? Круто. Mana shu nonimiz, xamirimiz salkam 1,5 kilo. Aha. Bitta patrimizni xamiri. Xamirimizga asosan sutda. Bor gap shunda sut solamiz asosan. Yumshoqroq chiqishi uchun sariyog' solamiz. Sport qo'shiladi albatta, ozroq dro'je ham solamiz. Bu yerda уже damlashyapti. Pishyapti. Виктаса, Xo'p, yaxshi. сейчас вам dадут вот такую штуку, вы будете пробивать. Dilan kelib ma'lumot ham berishadi, ham muzeylar ham qilib ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda esa o'zi qozonda pishyapti. Birinchidan bir tomoni pishadi, to'g'rimi opa? Yuzini birinchi salgina qotirib olamiz. Keyin ag'darib olib, Yuzini nima yana qizartirishga qo'yamiz. aha. Mana bo'ldi. Mana qarab, Вот смотрите, вот так берете. Yo'q, ag'darishmas ekan. Birinchi yuzini qotirib olishadi, keyin pastini mana pishirishadi. orqasini Aha. nima bu qoldi? Endi bu yoq. Yuzini qizartirishga qo'yamiz. Endi yuzi qizarar ekan. Mana ko'rasizlar. Bir pasta. У тебя получается. Уже necha yildan beri shu ish bilan shug'ullanyapsiz? 20 yildan oshdi. 20 yildan oshgan ekan. Gap yo'q lekin. Avval bunday juda ham ko'p yoqmasdik. Aha. Endi hozirgi kunda mana nonlarimiz odamlarga ma'qul kelgani uchun kelyapti. Mehmonlar keladi. Issiq yedirib, Mana yana. ularga ham olib ketishadi. Hozir shu qozonni qizdirib olsiz, o'sha yerga keyin patirib qo'yasiz. Еще нету цветочков. Mana mamta odamlar yeb ko'rishadi. Sariyog' bilan. Sariyog' qanaqa ekan? Sariyog' ham shu o'zimiz kuy yog'i deydi. Uni tuvidan chiqaramiz. Она уже сделала немножко. Порядок. Как получается. Shu shanba, yakshanba kunlari ko'p odam olib ketadi, non. Yakshanba. Yakshanba kun. Nechta taxminan kuniga ketadi? Это где вот пустые места, сюда еще можно сделать. 70-80 ta. 70-80 ta ketadi. Yordamchilarimiz bilan Ha. Mana bu yerda srazi ovosiylar bo'lar ekan. Ko'rasizlar? Nech puldan ekan bitta non? 25 ming. Hammasi? Hammasi. Asaryoq? Kattasi bu, ha? Bu 30 ming. 5 million bo'ldi qilsa yo'q. Mana bular 20 ming so'm ekan. Aha. Rahmat. Mana nonlar. Narx-nonlar bilan ham tanishtirib o'tdim sizlarni. Mana endi bu yerda nonni solishyapti. Посмотрите с другой стороны, где мама стоит. Сейчас немножко не Qozonga birinchi tegini qotirib olishar ekan. salgina nampar urilgan tarafini Ha. solamiz, salgina qotirib olamiz. Mana bu qizarib keladi. Mana. Xullas bularni o'zini sistemasi bor ekan. Mana yangi xamir o'tdilar yana. Bitta nonimiz xamiri salkam 1,5 kilo. Shunaqa. Она, да, только она. Да, одно тесто, чтобы сделать лепешку, 1,5 килограмма надо. Тебе как самому на вкус понравилось? Все супер, все здорово. Мне здесь нравится. Нравится? А вы попробовали уже? Да, да. Понравилось вам? Да, очень. Вкусно? Сейчас она Buni men ekamizda с задней стороны молоко, sut bilan, чтобы тесто прилипло к казану. Endi nima? Eng asosiy joyi Сейчас она shu desam перевернет. bo'ladi. Ag'daramiz. Ana. Tegini, ha, yuzini sal qotirib yubordingiz. Qozonga yopishtirib. Yo'q,
уже tayyor. Biroz bor. Ha, Paytda yana yana sut. sut suramiz. U mol sutimi, echki sutimi? Mol debida. Xamir ham mol sutidan tayyorlanadi. Sigir sog'amiz. Bitta 3 ta sigir sog'amiz. Sutini faqat nonga qo'shamiz. Gap yo'q. Yo'da tapchanlar ham paydo bo'libdi sizda. Tapchanlarda dam olish nech pul endi? Ha? Aytavering. Xo'jayinim, o'g'lim yuritadi. Aha. Har xil kitobchalar bor. Katta kichikligiga qarab 200 ming, 300 ming, 400 ming. Ertalabdan kechgacha, to'g'rimi? Ketma-ket bo'laveradi-da. Masalan, buni yuzi qizaryaptimi, bunisini orqasi qizaryapti. Xullas mini zavod bu odam. Mini zavod bo'lib ketdi. Ko'rasizlar do'stlar. Mazza qilib, tapchanlarda ham böyle mana shunaqa hovlining ichida tayyorlashar ekan narsalarni. Mazza qilib dam olsanglar bo'ladi. Shu odamlar dam olishadi o'zi. Tapchan. Shu biza endi Toshkentga qarab yo'l olamiz. Video yoqqan bo'lsa, like bosinglar, podpiska qilinglar. Bu narsa biz uchun juda ham muhim. Qo'shimcha informatsiyani videoning tagida opisaniyada yozib qoldiraman. Yana savolinglar bo'lsa, har bittingizga javob yozib chiqaman. Kommentariya yozinglar. Ko'rganinglar uchun rahmat.